Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Qadrdonlar, hojotalar, hojonalar. Mana bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hujrai saodatlarini ustiga osilib turadigan pardasini bir qismi hisoblanadi. Ya'ni hujrai saodatni kisvasi ham deyiladi. Bu deyarli umuman o'sha, demak, anaqalardan chiqarilmaydi. Saqlanadigan joylarda saqlanadi va deyarli umuman o'sha joylardan chiqarilmaydi. Kisva chiqarilishi mumkin yoki berilishi, hadya qilinishi mumkin. Lekin hujrai saodatni pardasi hech qachon chiqarilmaydi. Alohida olib qo'yiladigan joylari bor, lekin umuman chiqarib biron joyga osib qo'yilmaydi yoki ko'rsatuvga qo'yilmaydi. Lekin mana alhamdulillah bizni rahbarimiz Otabek aka amallab o'sha kesma fabrikasidan olibdilar va eng qizig'i menga hadyaga olib kelibdilar. Judayam xursand bo'ldim. Kesma emas, aynan hujrai saodatni pardasi mana demak qo'limda ekanligidan judayam baxtiyor bo'ldim. Alloh ulardan rozi bo'lsin.